Haydovchi o'z joyidan ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin. Agar, demak, moshinani tashlab ketishingiz mumkin qachon? Birinchisi, yurgizgichni o'chirgan va avtomobilni to'xtab turish tormozini ulagan bo'lsa. Demak, bu variant bunaqacha to'g'ri kelmaydi. Qishda to'xtab turish tormozini tortib ketib bo'lmaydi, muzlab qoladi. Ikkinchisi, yurgizgichni o'chirgan va orqaga siljib ketishga qarshi xavfsizlik buferini o'rnatgan bo'lsa. Ham ilovarol, lekin unaqa emas. Uchinchisi, transport vositasini o'z-o'zidan harakatlanishi yoki unda haydovchi yo'qligida yo'q vaqtda foydalanishga yo'l qo'ymaydigan zaruriy choralarni ko'rgan bo'lsa. Eng to'g'ri javob demak 3 bo'ladi. Xavfsizlik buferi nima degani? O'sha bamper degan ma'noni bildiradi. Demak, to'g'ri javob 3 bo'ladi. Demak, u yo'qligida nima qilish kerak? Mashina yurib ketmaydigan shartlarni, talablarni bajarish kerak. Kerak bo'lsa, g'ildirakning tagiga tosh qo'yiladi, boshqa qilinadi. To'g'ri javob demak 3.